Radnoy. Radnoy. Radnoy sekin ana kelmadilar taylayib o'sha ozgina ish qoldi, shuni zingaladi qilib. Qayor surgani ham qo'ymay. Ana shu yerda bir ikkita burchaklar o'sha chala joylarni qilib taylaylik, bo'ldi shu bilan. Bir ozgina dam olgani ham qo'ymadingiz. Uyda gaz kelguncha qaytamiz, ketamiz vatanga. Uyda gaz kelguncha ozgina dam olay dedim. Qotibdimi bu aboylar? Avvalda cho'tkacha bir ikkita buni burchaklar o'shalarni qo'yamiz, shu bilan tugan qilamiz. Ha, bo'lgan. Keling oshlar, nima qilyapsiz? Gap beraylik, odam charchadi ishlar. Dashrak kuchiymi ekan, lekin Aytmay. tasavvur qiling, bir chamandan pul topib olsangiz nima qilasiz? Dengizlar borib, shayxlarga o'xshab. Mazza qilardi, o'zizchi. Radnoy 35 ga kirdingiz, uylanish kerak. Ana ustimda kiyib yurgan ko'ylakda men qaynam bergan kiyov sarpaga. Siz oynaqa kiyov sarpalarni olib yurasiz-da. Oshlar Rossiyaga kelib uylanish fikridan qaytdi. Shunaqa chiroyli qizlar bor ekan. Bir kun unisini, bir kun bunisini mazza qilib, men yurganga nima yetsin? Uylanish deysiz. Uylanish qochmaydi, Radnoy. Soqqani qilaylik, bir gap bo'lar. Ketdi, ish qilaylik. Xo'p, ana endi ozroq chala joylarni qo'yish, chala joylarni zinglatib qilsak, kimaylar shipiramiz, xudo xohlasa shu bilan menimcha bo'ldi. Pashti, brat endi pulni bersalar bo'ldi, kidallar qilmasalar bo'ldi. Shuncha ishlarni qildik. Rossiyaning ikkinchi nomi Kidalla ekan, ha? Aytmay. Assalomu alaykum yigitlar. Qolmanglar. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Shartta sog'mi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Suv kelgandim, bir o'tirib suv ichib olaylik. Remontlar ham tugab qolibdi o'zi. Bizdayin olib kelibsiz, sizmi? Rahmat. Kiringlar qani. Bir oz birin qilaylik sizlar bilan. Kiring.